qo'ylarda Qashqadaryodan kelgan qo'ylar. Botirjon degan ukamiz bor. Har bir donasini 3 million 330 so'mdan olganman. Bular 9 oylik 10 oylik qo'zilaridir. Ana kelganiga mana 5 oy bo'ldi. 5 oydan birin boqiyotibman. Dastlab kelganda 2 oy bular Qashqadaryoda arpa yegan ekan. Men bularga shunaqa qilib ovqat qilib pishirib bersam, bular yemadi. Men kelgandan keyin shu 1,5 oylar atrofida makka, bug'doy, arpani aralashtirib quruq berib yurdim. Keyin noyabr oyi kelgandan keyin noyabrda keyin bekarchilar bo'lib qoldi. Mana qilib makka bilan bug'doyni pishirib yaxshi yemay qo'yadi bular. 3 kun 4 kunda shundan zerikib qolsa, darrov 2 kilo 3 kilo arpani aralashtirib beraman. Bunga quruq arpani. Doim arpa qopda turadi. Sal alida qilib mana pishgan ovqat ko'yniga tegib qolsa, 12 kilo bo'ladigan bo'lsa, 8 kilo pishgan ovqat, 4 kilo arpani aralashtirib kamgir bilan beraman, keyin yeb olishadi. Orqalaridan ham deb ko'raylik. Endi bular 5 oyu, ular 5 oyu 8 kun boqildi. Men tarozida tortdim. Bular kelganda tarozida tortganman, qimmat oldim deb. Tarozida tortsam, ular o'rtacha o'raktasi 713 kilo chiqqan. O'rtacha soniga bo'lganda 60 kilogramdan bo'lgan bular. 60 kilogramli qo'zini 3 million 300 dan olganman-da endi. Endi mana hozir narx-navolar ko'tarilib ketdi. 56 mingga 1 kilo tirik vaznda bermaydi bozorda. 60 dan barat bo'lib ketdi hozir qo'zilarning narxi ham. Mana shunaqa boqiyotibman endi. Ularni yangi bu qo'rani qiylarini ko'chirib tashlab 2 kun bo'ldi ko'chirib olib kirganimga. Bular ikkita qo'rida turganda ilgari. 6 tasi boshqa qo'rida, 6 tasi bu qo'rida turgan. Bayda kelgan bir-biri bilan suzishmasin deb men buni bolalarni ham osib qo'ydim. Bir-biri bilan suzishmasin deb bir-birini suzishsin, orqaga tisarilib yurganda ko'ti balonga tegsa, darrov miyasi o'zgaradi-da baribir. Do'y suzaman deb orqaga tisarilib kelganda balonga dup etib degandan keyin deydi, deb orqaga qaraydi, o'sha hali suzish esidan chiqadi. Xullas kalom, shunaqa nima ham bor-da, haligi suzishuvchi qo'chqorlarga shunaqa qilinadi, lekin bu qo'chqorlar suzishmaydi. Bular suzishmaydi. Ular bir-birini ko'rib turgan. Endi bolalar bor edi, bekor turuvdi. Tomdan tushirib osib qo'ydim-da. Bilib bo'lmaydi. Endi bular bu qo'ylarimda 3 tasi 100 kilo atrofida. 3 tasi. Ikkitasi 95 dan yuqori, 95-96. 90lisi ham bor. Endi